Assalomu alaykum, hurmatli Telegram, Instagram tomosha qiluvchi obunachilar. Mana qarang, 10 litr suvga 10 dona tuxum chaqyapman. Buni ichiga yana 10 gram druja solaman. Dan yarım saatcha qo'yaman. Bulg'ab. Suvni bulg'ab yarım saatcha qo'yaman-da, keyin gullarga quyib chiqaman. Bir qo'lda bo'lgani noqulayroq bo'lib turibdi o'zi. Har litr suvga bir donadan chaqaman. Jayrona. Pauzada qo'yib tursin. Mana o'rtoqlar, shunday rangga keladi. Mana druja solaman, ana. 10 gramdan ko'proq druja soldim. Endi hozir buni yana bulg'aymiz. Har litr suvga bir dona tuxum. Shunday rangga keladi. Mana yarım soat qo'yamiz-da, keyin gullarga berib chiqamiz. Mana o'rtoqlar, xuddi shunday rangga keladi. Hozir buni navaram gullarga berib chiqadi. Sizlarga yana yuboraman. Mana hurmatli o'rtoqlar, navaram berishga ketyapti. Ko'rsatib, bu yoqqa ko'rsatib qo'y, o'zing ariyanda dur. Mana o'rtoqlar, tuxum bilan drujali suv hammasiga berib chiqadi. Tuvagina qarab beraveradi. Mana birsini bitin salaverishini. Ashuni. Ko'ryapsizlarmi? Shunday berib chiqadi hozir hammasiga. Gullashi zo'r bo'ladi, yaxshi gullaydi. Bunchalab gulla olmay turgan gullar bo'lsa, tuxum bilan drujani bersangiz tez gullaydi. Mana shunday men o'rgatib turaman, navaram qiladi, o'zim o'tib, bu yoqlarga o'tib yurishga madorim yetmaydi. Shuning uchun o'rtoqlar, sizlarga ko'rsatyapman nima qilganini.